Ko'rib turganimiz Sergeli yangi Choshtepa domlari. Mana shu domlarimizning tugashiga oldidan mana shunaqa 12 sotuvli yerimiz chiqyapti akalar. Uy quruvchi, kottejchilar uchun ham zo'r variant. Mana shu domni oldidan do'r ochadigan bo'lsanglar, juda ham elitniy qilib uchastkalar qurib sotsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ikki taraflama ham ko'cha o'tgan. Mana shu oldida ham ko'chaga joy tashlangan bo'ladi. Orqa taraflama ham mahallani ko'rishimiz mumkin. Uchastkamiz to'rt-to'rtburchak shaklda bo'ladi. 40 ga 30 razmerda. Ikkita ko'cha taraflama fasadi 40, faqat orqa mahallaniki 30 bo'ladi. Ozgina qo'shni hisobiga. Ichkari taraflama uzunligi 30 razmerda. Ko'rishimiz mumkin. Eski binolari bor. Baribir buni tekislab boshqatdan zo'r proyekt qilaman desanglar bo'ladi. Mana shu dom taraflama 40 metr fasadga nechta uchastka qurish mumkin? Kottejchilar yaxshi bilishadi. Xullas, narx-navosi keladigan bo'lsa, qimmat ham emas, arzon ham emas, lekin bir konkret narx aytilmadi. Aka talab qanaqaligini bilmaymiz. Kelsin joyida savdolashamiz deyshot. Opisaniyada mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Manzilni eslataman. Sergeli Yangi Choshtepa mahallasi, metrogacha 500 metr, 800 metr masofada. Lokatsiya juda ham zo'r.